Assalomu alaykum obunachilar. Bizda yaxshi yangilik. Laboga butka yo'lga qo'ydik, butka qilib o'rnatishdi. Xo'p, asosiy korpus joyini hozir yig'ish jarayonidamiz. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Xo'p, buni har xil variantlari bor bizda. Tashqarisi alkafon, ichkarisi panellarli yoki xohlovchilarga ichkarisini alkafon qilib berishimiz mumkin. Bu yerda hozir ikkita bo'lyapti. Bittasi orqa eshikli bo'ladi, yana bittasida yonboshli ham eshikli bo'ladi. Xudo xolasa ancha haftalar bilan qilinyapti. Yangi ish. Xudo xolasa ancha sifatlari kuchli. Narxlari ham ancha hamyonbop. Kimga Laboga, butka yoki Shineraga yoki Hyundaiga bo'lsa, bemalol orqaga chiqsanglar bo'ladi. Rossiyada 6 yil ishlab kelgan ukamiz bilan birgalikda qilyapmiz. Xudo xolasa chiroyli holatda tayyorlab o'rnatib beramiz. Eshiklari yomon bo'lib qolgan bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Eshiklarni ham alohida o'rnatib berishimiz, ta'minlatib berishimiz mumkin. E'tiborlar uchun rahmat.